Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. 2021-yilga ishlab chiqarilgan mexanika Cobalt'da ko'rsataman sizlarga. Tayyor mashina. Bu mashina holatlari zo'r, kraskalari toza, 147 ming probeg bo'lgan mashina. Narxini 115 million so'm deb baholab qo'yamiz. Kelib bemalol ko'rib, mashinani tekshirib ustalaringiz bilan savdo qila olishlaringiz mumkin. Propan gaz o'rnatilgan mashinaga. Mashinaning holati zo'r. Kraskalari asli toza holatga turibdi. Mana salon holatlari ham. Kimga ma'qul kerak bo'lsa, telefon raqam qoldiramiz. Kelib mashinani ko'rib, savdo qilib olishlaringiz mumkin. Manzil Shahrisabz shahar. Bemalol kelib ko'rsangizlar bo'ladi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. 2021-yilga chiqqan mexanika Cobalt. Bu eksport variant deydi, sidinkalari ham qiziydi. Sidinkalari qiziydigan variantligi. Sog' salomat bo'lasizlar.